Agrovektor kuzatuvchilari uchun maxsus mana avtopilotimiz kechasi soat 12:30 bo'lishiga qaramasdan ishlab turibdi. Mana traktorchi akamiz o'zi nazorat qilib yuribdi. Aka, fikrlaringiz qanaqa? Nima deysiz? Avtopilot zo'r ekan, xudo xolasa kuzatgan natijasini ko'ramiz. Xudo xolasa. Yaxshi niyatlar bilan qo'yib turibmiz. Xudo xolasa. Aka, endi ko'pchilik savol berishadi-da, aniqlik darajasi oylik, yillik to'lov bormi yo'qmi shu narsa? Nima deysiz? Oylik, yillik to'lov hech qanday yo'q ekan. Aniqlik darajasi? Aniqlik darajasi to'shni. Necha santimetrgacha bo'lib turibdi? 2 santimetr. 2 santimetr. Rahmat aka. Mana ko'rishinglar mumkin. Dalada ish jarayonlari qizg'in ketyapti. Yarim kechasi. Mana. Mana dalamiz chiziqlarni ko'rishinglar mumkin. Zo'r. Sputnikka to'g'ridan to'g'ri bog'lanadi. Hech qanaqa oylik, yillik to'lovlar qilish shart emas. Kecha-yu kunduz ishlaydi 24 soat. Hosilingizni 3-5% gacha oshirib beradi. Vaqt 20% gacha tejaladi. Yoqilg'idan esa 30% gacha tejab qolishingiz mumkin.